qadirlik tomoshabin mehmonlar. Mana bu ishkimiz sizlarga chaqimchilar ustida shikoyat qilmoqchimiz. Shundoq, hozir jamiyatimizda chaqimchilik illatlari saqlanib kelmoqda. Chaqimchilik illatlari yolg'iz ayollarda bo'lib qolmasdan, balkim bir qism erlarda mavjud. Shundoq, chaqimchilar o'zgarishlarning xarakteriga ega bo'lib, ular yolg'onchilikni dastak yoki qurol qiladi. Ular ijtimoiy aloqalarda har xil nayramozlik shakllarini usullik bilan qo'rashtirib, chaqimchilik meteoriklar bilan to'shib ketgan yelin-ekir xaltlarini kengri kiyib, ko'klayotgan ziddiyat bixlariga qizg'in urush maydoni hozirlab beradi. Chaqimchilik zidlashtirish psixikasiga ega. Nima? Chaqimchilar tuxumdan tukundirar ekan. Shundoq, ular oqni qorga, qorni oqqa, bani yo'q chiqarib, tugmadak ishni to'gidek qilib ko'rsalaydi. Terikni o'likka, o'likni terikka aylantirib ekan. Hatto ziddiyatning rangdor urug'larini chechib, ommani boshliqni ommaga o'ch qilib etalaydi. Doktorya, chong-chong janoblari. Ha, nima gap? İdarning ishi to'ngday bo'lib ketdi. Ishdan cho'ng chatoq chiqdi. Nima? Ot apti yuz bermaganda? Yo'q. O'lam yetim ishlarga bormaganda? Yo'q. Amasi nima bo'ldi? O'pganni to'xtatib olib so'zla. So'zlamdim. Ma'qul, so'zlay. Qosim balasi doktorxonaga opirman deb 56 minut 30 kuni 9 daqiqa ishni yo'qib ketdi. Shunchalik ishmetdi. Men tehi osmon o'ngtirilib tushdimi ekan debdiman. Yana ba jon. Ha, so'zla. Sizlar noimiz bo'yicha hammaga tanishdik. O'g'om bir chong-chong tusilar. Sizlarda cho'ng saqalga idoradagi qaltaq saqal tuhmat bo'lyapti. Tuhmat? Hoy, kim o? Kim bo'ladi? Yiliqi guruh boshqa Ahmet. Ahmet? Ahmet yaxshi bo'ladi-ku. Undaq demagan do'st. Machangjonning ishonmaginni, ovozini unalg'iga, rasmini sinalg'iga olib qo'ygan bo'lsam bo'ladi. Azobin nima dedi? Nima deydi? Atdigan shundoq qarsam, Ahmet Munak semesova qatorliq 4-5 bir yerga kelib, Silini aşı nefsi bek yaman bek yeydi deydi. Yeydi? Nimini? Parni. Parni ne? Nimini yeydi? Yok, ham. Parni deydi. Parni? Hep to'xtatdi. Oy, yaxshilikni bilmaydigan Ahmet. Hep. 抖音